Assalomu alaykum akalar, hammaga. Xudo xolasa bugun sizlar bilan ikkita stolimizni tanishtirib o'taman. Stollarimizda ko'p tushayotgan savollar, kompleksiya nimalar bo'ladi bu bir. Stolimizda narxlari bu 2, dastlabki haqida ma'lumotlar bu 3. Bugun sizlar bilan shu 3 ta ma'lumot haqida tanishtirib o'taman. Komplektda nimalar bor, shularni ham ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga bu narsa foydali bo'ladi. Bizni kuzatib boringlar. Akalar, xudo xolasa Qirg'izistonda stollarimiz tayyor holatda bo'lib, upakovka holatga o'tdi mana. Endi bularimiz xudo xolasa bitta-bitta kamkoslarni ko'rib kargoga yuboramiz. Bu bort yonidagi yubka holatda bo'ladi. Bularimiz endi xudo xolasa tayyor bo'layotgan, kargo yuklanayotgan holatlarini qo'yaman. Komplektda nimalar borligini ham hammasini bitta-bitta videoda ko'rsanglar obzor qilib o'taman. Xo'p, bu bort holatlari, tayyor bo'lgan holatlarida upakovka bo'lgan o'sha qirg'iz dishlarimiz. Bularimiz yonida shu bortda yoniga qo'yiladigan splashnoy yoni bo'ladi. Bu bortimiz o'zi mana ochiq holatda. Polnistda bort taxtadan bo'ladi, matviy bo'ladi. Rezinasi mana original ushbu rezinadan. Mana yonlaridan yursalar, polnistda taxta mana. Chista. Xo'p, komplektda nimalar bo'ladi desanglar, komplektda shunaqangi skati bo'ladi. Bu skatkani shu tosh bu setkaga kiriladi, tosh shunga tushadi, 4 ta tosh sig'adi. Latumi bo'ladi. Latumi ham original latumdan bo'ladi. Charmi bo'ladi. Charm mana liley degan zavodskoy charmlardan bo'ladi. 3 burchak bo'ladi. Undan keyin asosiy narsasi tosh qo'yadigan bo'ladi. Tosh qo'yadigan o'zimiz mana emblema Prosport emblemasida bo'ladi. Mana 6 dona Qirg'izistonda ishimiz. Xohlasanglar bunga o'xshagan uzun tosh qo'yadigan qilib beramiz. Buni tanlov o'zingizlarda bo'ladi. Xudo xolasa komplektimiz shunaqa narsalar bo'ladi. Vodiychi, ustanovkasi, dastavkasi besplatniy bo'ladi akalar. Agarda voha yokida boshqa davlat respublikaga bo'ladigan bo'lsa, kargo orqali shunaqa xizmatlarni gaplashib dogovor qilamiz. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib turib, telefon qilsanglar yana bir gaplashamiz.